1945-yili 12-avgust kuni erta bilan soat 6:15 Yaponiyaning Hirosima shahriga, 18-avgust soat 9:00 Nagasaki shahriga amerikaliklar atom bombasini tashladilar. Shu paytning o'zida Yapon dengizi 25,000 daraja issiqlikda qaynagan ekan. Hozirgi kungacha bolalar nogiron bo'lib, mayib bajriq bo'lib tug'ilayotgan ekan. Bu bandani qilgan ishi, bandani bir-biriga bergan azobi. Qiyomatda Allohniki qanday bo'lar ekan tasavvur qilinglar. Shuning uchun Alloh ogohlantiradiki, qiyomat qachon bo'ladi deb so'ragan bandaga marhamat qilingki, qiyomatni qachon bo'lishi Alloh ayon. Ilohim qiyomat yuzimizni yorug' qilsin. Mahshar maydonida jam bo'lganimizda nomaya a'molimizni o'ng tomonimizdan bersin. Bandamiz xatodan xoli emasmiz. Mana shu qiyomatdan oldin bo'ladigan alomatlar Alloh hammamizni hidoyatda barqaror qilib, eshitganimizga amal qilishni nasib etsin.